Salaslar dostlar, biz hazır yosh tergesindeyiz. Men yanımda turan Hadisha Xaniji. Hadisha Xaniji dağı bizden oşulaylı fashion produksiyasını içip aybay жақсы resultatlar alıptır. Hadisha Xaniji, qanday bo'ladi? Beş kesseniz. Xudoga shukr, men shu 50 bosimni ichganimdan beri oldin 5 ga bo'lib ichardim. Hozir 3 ga berib ichishga boshladim. Agar iloji bo'lsa 2 ga bo'lib ichaydim deyapman hozirchi. Nima men juda ham menda kasal ko'pdi. Men belimda grija bo'lib qolib, grijadan nimaga ifarga ham kirib ishlaganman 3 yilchi. Biroq undan uncha baribir dakansa qo'ygan emasda. Undan keyin qayra chiqib boshqa firmani ham ko'rdim. Oxiridan keyin meni o'rtog'im boribdi shu nimada ishlagan. Shuni ichib ko'rmaysam elib bo'lsinmi degandan keyin men buni ichib ko'rdim. Ichib ko'rib bir korobkasini olib ichdim. Aksiyalari bor ekan, elib bo'lsin bor ekan. Shuni 5 ga bo'lib ichishni boshladim. Aksiyalar men 13-yil nima bo'lganman-da, insult bo'lganman. Shu insult bo'lgandan keyin shuni ichgandan keyin qandaydir menga energiya berdi. Bu energiya deb aytaveraman-da shu dorini-chi. Men dori emas endi bu pitani ekan. Men dori deb o'ylasam nima hozir aksiyalarni ichgandan beri boshimga qisganlari yo'q. Xudoga shukr, yurganda hali mast odamga o'xshab ketadim. Hozir to'g'ri yuraman. Undan keyin uyda hech narsa qila olmasdim. O'z dunyoda bunday qizchilikdan to'xtab qo'yganman-da yashashdanchi. O'zi mana Xudoga shukr bari yo'lni qilyapti. 60 ga kirdim. Biroq kelinlarim, 2 kelinim tashqarida. Nima mayli asoda yuraveringlar, menga bu zaryadka bo'lyapti. Buni ichyapman, menga kuch-quvvat beryapti. Men o'z ishimni qilib tursam, sizlarni katta davlatlarman deb bularga tez nima kelganda har 30 ga kelishgan mehmonlar bo'lib ketishadi. Men shular ketganiga men roziman. Sababi men uchun bunday bu nima bilan meni quvvatga kirgizib qo'ydi. Men yana boshqatda yashar ekan deb o'yladim-da. Shuning uchun bu nimani men o'zimiz yoshlarga, masalan, o'zimiz yoshlarga dori emas, unda energiya deb qabul qilib ichishlarni so'rardim-da men. Rahmat Hadisha Xaniji, siz de sinib qo'yasizlar. Rahmat Hadisha Xaniji, shuncha oilaga